Suriyadagi eng ajoyib nuqtalardan biridaman. Men turgan joydan 3 ta viloyat bir-biriga bog'lanadi. Videoda ko'rishingiz mumkin, bu yerlar g'ob tekisliklari, ya'ni Sahil g'ob deyiladi. Buni bir qismi Idlib viloyatiga qarashli, qolgan bir qismi esa Hama viloyatiga, bu tomon esa Laziqiya viloyatining kirish qismi hisoblanadi. Ya'ni aynan men turgan joydan Idlib, Hama va Laziqiya viloyatlariga borsa bo'ladi. Va aynan mana bu ko'rib turgan g'ob tekisliklari asosan dehqon xo'jalik uchun ishlatiladi. Bu yerda ko'plab zaytun daraxtlarini ko'rishimiz mumkin va ko'plab ekin yerlarini. Bu tomonlar esa Hama viloyatiga qarashli. Aynan mana bu tog'lar ham Hama viloyatiga qarashli bo'lgan tog'lar hisoblanadi. Bu tomon esa Idlib viloyatining janubidagi mintaqalar va Jabal Zaviya tog'lari deyiladi. Va bu yerda ham yuzlab qishloqlar bor. Bu yer esa Jisr Shug'ur shahri. Bugun birgalikda Suriyaning sohil bo'yi mintaqalariga borib, u yerdan ba'zi bir tarixiy joylarda aylanishlik va u yerdan ba'zi bir tasvirlar olishlik rejalashtirganmiz. Inshaalloh video davomida batafsilroq bir ma'lumot berishga harakat qilamiz. Suriyaning sohil bo'yi mintaqasida so'nggi vaqtlarda ko'pchilik eshitgan bo'lsa kerak, xosatan bundan bir necha oy oldin bo'lib o'tgan ba'zi bir mojarolar haqida va u yerdagi alaviy toifalar haqida, agar o'rni kelsa u haqida ham qisqaroq bir to'xtalib o'tishga harakat qilamiz. Mana bu yo'l M4 magistral yo'li, Halab viloyatini Laziqiya viloyatiga bog'lab turadigan yo'l hisoblanadi va bu yo'l orqali O'rta Yer dengiziga chiqsak bo'ladi. Qani bo'lmasam, ketdik. Ayni vaqtda men Laziqiya viloyatining Haffa shahridaman. Haffa shahri Laziqiyadan taxminan bir 30 kilometrcha ichkariroqda ekan va bu yerda bir juda ham bir tarixiy qal'ani sizlarga ko'rsatmoqchiman. Salohiddin Ayyubiy qal'asi va aynan mana shu orqada ko'rishingiz mumkin. Men biroz tashqariroqdan olyapman buni, umumiy shaklda bir hajmini ko'rishlik uchun. Ya'ni yillardir bu yerda qarovsiz bo'lganligi uchun deymizmi? Bu yerda daraxtlar o'sib, aynan qal'a devorlarigacha ko'tarilib ketgan. Mana bu yerda qal'aning devorlari boshlangan va qal'aning asosiy qismi bu yerda. Hozir biz aynan shu qal'aning ichiga boramiz. Aynan mana shu vodiydan tushib borilar ekan. Vodiy juda ham bir chuqur. Alloh alam qish faslida va yog'ingarchilik ko'p bo'lgan vaqtlarda bu yerda ya'ni aynan mana shu pastdagi vodiy suv bo'lar ekan. Ba'zi suratlarini ko'rgandim, lekin hozir quruq bo'lsa kerak. Mashalloh. Unchalik strashni joy emas ekan. Tepadan strashni ko'rinar ekanda. Ha, o'zi shunaqa bo'ladi. Lekin mana bu yer yomon pastlik. Qal'aga chiqib kelishning o'zi ham bir alohida bir hikoya. Ko'rsanglar, mana bu yovvoyi tabiat deymizmi? Ya'ni insonlar bu yerga ko'p kelmaganligi uchun ham tabiat asl shaklida bir saqlanib qolgan va atroflar yam-yashil, daraxtlar va yo'llari ham juda ham bir pastdan tushib qayta tepaga chiqilar ekan. Ko'rsanglar, biz aynan o'sha nargi tomondagi tog'dan pastga tushib, keyin hozir bu yerga qaytadan yuqorilab chiqib keldik. Yo'llarda ham ko'radigan bo'lsanglar, ba'zi yo'l juda ham bir spusk, chiqish bo'lsa juda ham bir baland ko'rsanglar. Va atrofda daraxtlarni qaranglar, turli bir daraxtlar bor. Ya'ni juda ham bir chiroyli. Endi Laziqiya viloyati ko'p mintaqalar kamdek bir tog'li mintaqalar va o'rmon mintaqalari ko'p bo'lganligi uchun ham tabiati boshqa viloyatlarga qaraganda ajalib turadi. Hozir men Salohiddin Ayyubiy qal'asining oldiga keldim. Bu devorlarning balandligini ko'radigan bo'lsanglar, mana qal'aning bu devorlari yerdan 28 metr balandlikgacha mana bu tog' kesilgan. Ko'rsanglar, mana bu tog'ni salibiylar bo'lgan. O'zi aslan bu sel yedini tog' bo'lgan, ya'ni bitta tog' bo'lgan, ulangan bo'lgan. Keyinchalik bu bir askariy himoyalashlik maqsadida aynan mana shu tog'ni, ya'ni 80 yil bu salibiylar nazorati ostida bo'lgan vaqtida mana shu tog' kesilgan ekan. Ko'rsanglar, bu tog'ning balandligi 28 metr ekan va aynan mana bu yerda ko'prik bo'lgan, ya'ni ko'tariladigan ko'prik bo'lgan. Mana bu ustunni shu uchun qoldirishgan, ya'ni ko'prik uchun ustun shaklda qoldirilgan. Tarix. O'zi aslan bu qal'a Vizantiyalarning davrida barpo qilingan. Keyinchalik Shom yerlariga musulmonlarga qarshi jang qilishlik uchun bu salibiylar, salbchilar yurishi bo'lgan davrda bu yerlar ham aynan Vizantiyalarning qo'lidan salibiylarning qo'liga o'tgan. Va 1187-yilda Salohiddin Ayyubiy avvaliga Quddusni fath qilgandan keyin, salibiylardan olgandan keyin, keyinchalik bu yerdagi salibiylarning qo'lida bo'lgan ushbu qal'ani ham 1188-yilda ozod qilgan. Ko'rishingiz mumkin, qal'aga olib boradigan yo'l juda ham bir katta qilib qazilgan. Bu eni taxminan 20 metr. 20 metrlik enida 28 metr chuqurlikda, ya'ni 80 yil davomida bu salibiylarning qo'l ostida bo'lgan davrda, ya'ni qazilgan. Mana qal'a aynan yuqorida ko'rishingiz mumkin. Ya'ni qal'aning devorlari juda ham bir mustahkam va baland qurilgan.
qal'ani qurishda ham juda ham bir e'tibor berib, strategik bir tepalikka qurilgan. Bu hozir keyinchalik bir yo'l qilib qo'ygan, shu qal'aga ko'tarilishlik uchun. Odam o'zi charchab ketdi mana. Endi men bu yerda boshladim. Bu yergacha endi asfalt yo'l qilib qo'yilgan. Ya'ni qal'a bu tomonda. Bu tomon esa juda ham bir jarlik, juda ham bir chuqurlik va aynan qal'aning narigi tomonida ham xuddi shunaqangi bir holat. Ya'ni aytgandek bir oddiy bir yurib chiqishlik juda ham qiyin. Bitta shu yo'l bor xolos. Oldingi janglarda samolyotlar bo'lmagan, dronlar bo'lmagan yoki uzoq masofaga uchadigan bir raketalar deymiz, unaqa narsalar bo'lmagan. Janglarda asosan nayzadan, kamondan, qilichdan foydalanilgan bo'lsa, aynan bunaqa tepaliklarga hujum qilib kelishlik o'ziga yarasha qiyinchilik tug'dirgan, chunki balki bu tepaliklarga otlar chiqa olmas yoki oddiy jangchilar ham bunaqangi bir tepaga hujum qilib chiqishlik o'ziga yarasha bir mashaqqat tug'dirgan, lekin Allohning fazli bilan Salohiddin Ayyubiy bu yerni bir fath qilishlikda ularda o'sha manjalaq degan qurollari bo'lgan, ya'ni otadigan, ya'ni o'sha olovli toshlar nima shunaqa narsa qal'aga otilgandan keyin qal'a ichidagilarda boshqa bir variant qolmagan, ya'ni himoyalanishlik uchun. Hozir aynan Salohiddin Ayyubiy hujum qilib o'tgan joylarni ham balki ko'rishlikka harakat qilamiz agar biladigan bo'lsak, qaysi tomondan hujum qilib kelganligini. Endi biz qal'aga ko'tarishda davom etyapmiz. Qal'aning kirish qismi bu yerda ekan, darvozasi. Bu qal'ani bir xarita shaklida chizilgan ekan. Men sizlarga biroz bir tushuncha berib o'tadigan bo'lsam, hozir biz mana bu zinadan ko'tarilib chiqdik. Bu yerda asosiy kirish qismi ekan va bu yer bir ya'ni difo nuqtasi ham hisoblanadi, chunki asosiy kirish qismi shu yerdan bo'lgan. Ko'rsanglar, bu yerda endi bir qancha mana bu burj deylar ekan. Bular ya'ni askarlar turadigan va qal'ani himoyasi uchun turiladigan joylar. Mana bu yerda ham ko'rsanglar, asosiy ya'ni himoya uchun qurilgan burjlar. Bu yerdan turib tepadan nayza otadimi yoki kamon otadimi shunaqangi ishlar qilingan. Mana bu boy yo'lda ko'rganimiz ustun, ya'ni mana bu yo'lda mana bu tog' ikkitasi bo'lingan ko'rsanglar, o'zi aslan ikkovsi ham tog', faqat o'rtasi mana shu yer kesilgan. Va mana bu yer esa aytganimdek bir jarlik. To'laligicha mana shu jarlikda atrofida qurilgan. Mana ko'rsanglar, mana bu yerda ham biroz bir 3D shaklda qurilgan ekan, ya'ni atroflar juda ham bir jarlik va tikka qurilgan, shu sababli ham atrofdan chiqishga imkoni bo'lmagan. Mana bu yer qal'ani bir himoya nuqtasi, ya'ni himoya burji vazifasini bajargan. Bu yerda har bir ko'p turgan joylaringda kamonchilar turib, tashqaridan keladigan xatarni bir qaytarishlik uchun bu yerdan kamon otishgan ekan. Ko'rsanglar, ya'ni bu qal'ani deyarli har bir joyida xuddi shunday joylar bor. Ya'ni bu yerda askarlar turib, tashqaridan keladigan bir xatarlarni bartaraf qilishgan, ya'ni kamonchilar, ya'ni bu yerda kamonchi bemalol siqsa bo'ladi aynan bu yerga, lekin tashqari tomonga chiqadigan joy juda ham bir ingichka qilingan, ya'ni tashqaridan otilgan o'qlarni yoki kamon o'qlarini deymizmi, qisman bu yerga aniq kirib kelishligini qisman to'sgan, endi joy kichkina bo'lganligi uchun ham. Va bu yerdan to'laligicha yo'lni nazorat qilib turishgan. Ya'ni bu yerda ko'rishingiz mumkin. Ya'ni bu qal'ani kengaytirishlik aynan shu salibiylarning davrida amalga oshirilgan ekan. Bu yerda esa otxonani ko'rishimiz mumkin. Mana bu yer otxona bo'lgan, ya'ni o'z aslan qal'alar bir harbiy obyekt hisobida hisoblanadi. Bu yerda aynan o'sha yerda bir qal'ani bir rahbari deymizmi yoki bir yetakchilari deymizmi, aynan shunaqangi joylarda yashagan va bularni harbiylari va otxonalari deymizmi, aynan shu qal'aning ichida bo'lgan. Aholilar bo'lsa qal'adan tashqarida yashagan. Keyin qal'a juda ham bir katta ekan. Buni aylanishlik uchun, ya'ni bir ma'lumot olib aylanishlik uchun o'zi qal'ani butun joylarga taxminan 1,5 soatcha vaqt ketadi deyapti bu yerdagi o'sha qal'ada xizmat qiladigan akalar. Bu yerda bir ko'rsanglar bo'ladi, ya'ni bu yuqoridan turib qisman bir himoya joylari bo'lgan bo'lsa kerak. Bu yerga o'zi himoyani ham zotan kerak bo'lmagan bo'lsa kerak. Ya'ni juda ham bir tekis tog' ya'ni kesilgan. Bu yerdan chiqishda umuman imkoniyati bo'lmaganda. Asosan shu kirish qismlari ham aytganimizda shunaqangi bir chuqur qilib qo'yilganligi uchun ham faqatgina asosiy eshiklaridan bir ya'ni tashqi kuchlar keladigan bo'lsa o'sha yerda hujum qilganda shunaqangi bir ya'ni strategik bir tepalikka qurilgan ekan. Bu xonalarni yoritishlik uchun mana bunaqangi bir joylar qilingan ekan. Tomlarni ko'rsangiz shunaqangi bir teshiklari bor. Bu yerdan quyosh nuri tushib turib xonalarni bir yoritgan. Mana hozir ko'rganimiz asosiy bu tashqaridan kiradigan bir ko'prik qismi bo'lgan. Bu hokimning bir binosi bo'lgan ekan. Bu yerda ya'ni salibiylar yashagan davrda salibiylarda hokimlari turgan bir bino bo'lgan ekan. Va ya'ni shu kunimizgacha bu yer bir saqlanib qolgan. Endi bu yerda qayta bir ta'mirlash ishlari olib borilayotgan ekan. Ya'ni sayyohlar kelishi uchun tayyorgarlik ko'rishlik maqsadida. Hozir men sizlarga aytganim, ya'ni bu bir nechta ya'ni Bizantaliylardan keyin salibiylarga o'tganda mana bu yerdagi qal'ani oldingi boshi bu yerda bo'lgan. Ko'rsanglar, bu yerdan kamon otadigan joylarni ko'ryapsizlarmi?
Ya'ni keyinchalik salibiylar buni kengaytirgan. Ya'ni oldiga taxminan bir 10-15 metr yoki 20 metr oldiroqqa surib turib, keyinchalik asosan bir himoya nuqtasini kuchaytirgan. Aynan mana bu past binolar bu Vizantiylar davrida qurilgan. Mana bu qal'alar ham aynan Vizantiylarga tegishli. Ya'ni bundan 1000 yilcha oldin odamlar qanday o'zlarini himoya qilgan? Ya'ni bu yerdagi bir qo'mondonlar deymizmi? Aynan salibiylarning bir kattalari turadigan bir qal'a ekan. Ya'ni qanday desak, bir qasr deymizmi? O'sha yerda hozir men sizlarga ko'rsataman. Qaranglar, bu qasrda bir umumiy bir ko'rinishi, bu 2 etaj ekan. Endi devorlarini ko'ringlar-da. Mana bu yerda kirgandan keyin mana bu yerda toshlik eshik bo'lgan ekan. Oldin ko'rsanglar juda ham yuqoriga chiqib ketgan. Aynan mana shu yerdan tushib turib, bu himoya uchun kerakli vaqtda ishlatilgan. Ichkarida bo'lsa taxtali eshik bo'lgan ekan bu yerda. Va bu devorning qalinligi bo'lsa 5 metr ekan. 5 metr. Tasavvur qilyapsizlarmi? Yani devorning qalinligi 5 metr. Toshdan shunaqa yiqib turib, mustahkam qilgan. Bu yer endi ichkari biroz qorong'i ekan. Bu yerda aynan o'sha bu qal'adagi hokimlarning bir xizmatchilari yashagan ekan. Bu yerda shu xizmatchilar deymizmi? Qorovullar xizmatchilari yashagan. Ularning asosiy yashaydigan joyi yuqorida bo'lgan ekan, 2-etajda. Hozir agar yorug'roq bo'lsa chiqib ko'rsataman yurdi sizlarga. Mana bu yerda qal'aning ba'zi qismlari buzilib ketgan. Bu 1408-melodiy yilda, ya'ni aynan shu Suriyaning sohil bo'yi mintaqalarida zilzila bo'lgan ekan. 7 ballik va buning ortidan qal'aning ba'zi qismlari buzilib ketgan va keyinchalik ba'zilari bir ta'mirlangan. Bu yer esa asosan, ya'ni salibiylarning bir hokimlari yashagan bir ya'ni qasrli bir qism bo'lgan ekan. Bu yerda ham ijtimoiy markazi bo'lgan, lekin qal'aning har bir joyida aynan himoyalanishlik uchun, ya'ni pozitsiyalar tayyorlangan. Ya'ni aynan o'sha binodan turib bu yerda nayza deymizmi yoki qandaydir qurollar bilan tashqaridagi bir dushmanga qarshi kurashishlik uchun joylar tayyorlangan. Mana biroz yuqoridan chiqib sizlarga ko'rsatay. Qal'ani biz hozir 2-qavatidamiz. Bu yer esa pastlik. Ya'ni har bir narsa merichigacha hisob-kitob qilingan. Ya'ni tashqaridan keladigan butun xavf-xatarlarni oldini olishlik uchun yoki buni qurilishi deymizmi? Hamma narsasi hisob-kitob asosida qurilgan, lekin Allohning fazli bilan, ya'ni bu yerda bir fath bo'lishligi 3 kun davom etgan. Ya'ni 3 kunga yaqin bu yerda bir jang bo'lib o'tgandan keyin bu yerdagi salibiylar taslim bo'lishgan. Ya'ni bu yerda qisman qal'a juda ham bir katta va bu yerda asosan mana bu ko'rib turgan katta-katta bir himoya burjlari bu aynan salibiylar tomonidan qurilgan. Ichkarida bo'lgan kichik qal'alar bo'lsa, bu Vizantiylar davrida o'zi barpo qilingan. Salohiddin Ayyubiy bu yerga kelgandan keyin bu yerda asosan madrasa qurilgan, masjid qurilgan. Va bu yer aynan Salohiddin Ayyubiyni boshqaruvi ostida qolgan. Keyinchalik bu yerlar endi xilofatlar o'zgarib, mamlukiylar kelgandan keyin bu yerlar mamlukiylarni nazoratiga o'tgan. Suriyada bunga o'xshash qal'alar juda ham ko'p. Bulardan biri Harim shahrida bor. Va Laziqiyani ham bir nechta atrofidagi shaharlarda ham ko'plab shunday bir tarixiy qal'alar bor va Halab shahrida va Suriyaning janubidagi Dara bilan Suvayda mintaqalarida ham ko'plab bir tarixiy qal'alar bor. Ya'ni o'sha davrlardagi qurilgan qal'alarni toshlarning qalinligini qaranglar, ya'ni taxminan 1 metr yoki undan ham uzunroq. Hozir bu qal'aning eng yuqori qismiga chiqdim. Pastga qarashlikka biroz odam qo'rqyapti. Subhanalloh. Ya'ni ko'ryapsizlarmi? Ya'ni qal'aning asosiy bir kirish yo'lagi va ko'prik shu atroflarda bo'lgan. Bu yerlar esa aholi yashagan joylar. Ya'ni qal'alarni atrofida men oldin o'ylardim. Qal'alar kichkina bo'lsa, ya'ni buning ichiga unaqa ko'p odam sig'maydi yoki o'sha davrlarda odam kam yashaganmikin degan bir savol tug'ilardi. Keyin tushunib yetdimki, asosan bu qal'alar himoya maqsadida qurilar ekan va bu yerda faqatgina shu askarlar, o'sha davlat boshliqlari deymizmi, yoki o'sha katta-katta odamlar yashagan bu qal'aning ichida. Keyinchalik qachon bir xatar bo'lib qoladigan bo'lsa, atrofdagi aholilar qal'aning ichiga kirib jon saqlashgan va qal'aning ichidan turib bu mintaqa yoki shu davlat himoyalangan ekan. Shu o'rinda yana bir narsa aytib o'tay degandim. Falastindagi Quddus shahri qachon musulmonlarning qo'liga o'tgan? Ilk bor Umar roziyallohu anhuning xilofat davrida, milodiy hisobda aytaman, 636-yilda musulmonlar Vizantiyaliklardan Quddus shahrini ozod qilishgan. Ondan keyin Shomirlariga, ya'ni sahobalar yurish qilar ekan, bu davrlarda, ya'ni Shomirlarda bo'lgan Vizantiyalik xristianlar Yevropadagi xristianlardan yordam so'raydi. Va 1095-yilda, ya'ni milodiy hisobda butun Yevropadagi salibiylar ommaviy safarbarlik e'lon qilib, chunki ularda bir muqaddas yer hisoblangan Quddus shahri musulmonlar qo'liga o'tgandan keyin qaytarib olishlik uchun yurish boshlanadi va 1096-yilda salibiylar yurishi boshlanadi.
Undan bir necha yil o'tib, ya'ni 1099-yilda Quddus shahri salibiylar tomonidan bosib olinadi. Va taxminan 100 yilga yaqin aynan xristianlarni nazorat ostida bo'ladi. Bu yillarda ko'plab bir katta qo'mondonlar deymizmi, Nuriddin Zinki rahimahulloh va u kishining shogirdi bo'lgan Salohiddin Ayyubiy bu salibiylarga qarshi jang qilib va parchalanib ketgan musulmon davlatlarini birlashtirgan holatda Quddus shahrini 1187-yilda ozod qilishga muvaffaq bo'ladi. Buni ortidan oradan 1 yil o'tgandan keyin aynan biz hozir yurgan Salohiddin Ayyubiy qal'asi, ya'ni bundan oldin birinchi Vizantiyalarning qo'lida bo'lgan, keyinchalik salibiylarning qo'liga o'tgan va aynan bu qal'a ham Salohiddin Ayyubiy tomonidan fath qilingan. Bu yerda endi qisman ko'rishingiz mumkin. Aynan mana bu yerlari o'sha Salohiddin Ayyubiy ozod qilgandan keyin qurilgan ba'zi bir joylar. Bu yer masjid, bu yerda Qur'on madrasasi va bu yerda esa bir ya'ni o'sha amirni deymizmi yoki hokimni bir qasri bo'lgan ekan. Buni ichine ham kirib ko'rsatay sizlarga. Ya'ni o'sha davrlarda qurilgan uylar. Ya'ni uylar tomlari mana shunaqangi ochiq, chunki ichkariga bir yorug' kirib turishligi uchun va devorlari juda ham bir qalin ko'rinishda bo'lgan ekan. Bu yerlarda ham bir nechta derazalar bor, ya'ni qandaydir bir havola kirib chiqishligi uchun. Ya'ni bu toshlarni bir yangiligiga qarab turib, bular ya'ni vaqtlar o'tishlik bilan bir ta'mirlangan, toshlarning usti bir shlifovka qilingan deymizmi? Shuni hisobiga bu devorlar biroz tekisroq. Ya'ni bu yerda xosatan Suriya yerlari Fransiyani bosqiniga uchragan vaqtda, Usmoniy xilofatining tarkibidagi bo'lgan vaqtlarda Fransiya bosqiniga uchragan. Ayni shu davrlarda ham bu yerlar ba'zi bir ya'ni tarixiy markaz deb turib ba'zi bir ta'mirlash ishlari olib borilgan. Endi bu binolar qayta qurilmagan, balki aynan bu yerlardagi bir remont ishlari olib borilgan ekan. Va bu yerda qal'ani ko'rishingiz mumkin. Bu yerda hammom bo'lgan ekan. Aytishlari bo'yicha bu yerdagi aynan qal'aga qarab turadiganlar. Hon shu kan. Ayvo. نافورة ماء وجوا الحمامات 3 ايوه تمام. وهنا ايوان للجلوس 1 2 3 تمام. ايوه نقول له ايوان للجلوس. وهنا فناء بدون سقف. ايوان شو معنى يعني؟ ايوان مكان للجلوس مثل البيوت العربية الشامية القديمة بيكون ما لها سقف. ايوه مصطبي للجلوس. تمام. عندنا كمان يقول ايوان. ايوان بس شوي يعني صار كلام قريب يعني نقول. نعم. Bu yerda ham ayvon deyiladi, shunaqangi bir o'tiradigan joylar bo'lgan ekan. Bu yerda ba'zi bir hammomlar aynan bu qasrning hammomlari ichkarida joylashgan ekan va bu yerda esa aynan men tushunishim bo'yicha qandaydir bir fontanmi yoki suvlar chiqadigan joy bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin. Shunaqangi bu ya'ni musulmonlarning qo'liga o'tgandan keyin barpo qilingan qal'aning qolgan qismlari. Bu yerlar esa aynan salibiylar davridagi bir himoya burjlari hisoblangan. Hozir men sizlarga bir gigant suv omborini ko'rsataman. Mana qal'aning ichida bir suv qozon bor ekan. Xona qaranglar. Xullas, bu yerga 4,5 ming tonna suv ketar ekan. Va bunday suv qozonlarda ikkita bor ekan. Bittasi 2,5 ming tonna suv ketadigani, u asosan otlar uchun va bu yerdagi shu kiyimlarni yuvishlik uchunmi? Shunaqangi qilingan qal'ada yashayotgan insonlarga. Bu yerdagi esa ichimlik suv uchun qilingan bir qozon ekan. Va bu qozonni aytganimdek ichiga 4,5 ming tonna suv sig'ar ekan. Bu suvlar qayerdan keladi deydigan bo'lsa, tog' tepasida asosan shu yomg'irdan to'plangan suvlar aynan bu quduqqa tushib turib va yil davomidagi aholilarning bir iste'moli uchun bu yerda ishlatilgan ekan. Ko'rsanglar bo'ladi, ya'ni bu 1000 yil oldin qurilgan suv qozon. Ya'ni ba'zi qismlari tog'da ya'ni kesib turib qozon shakliga keltirilgan, ba'zi joylari bo'lsa devor bilan bekitilgan. Mana bu nima deb qiziqsanglar, bu narsa mana bu tomni yopishlik uchun ishlatilgan ekan. Ya'ni birinchi bular quriladi, keyin buni ustiga taxta bilan xuddi shunaqangi bir nima deymiz buni, arka deymizmi, shunaqangi qo'yib turib, toshlar terilgandan keyin olib tashalgan ekan. Shu sababli ham bu narsa qolgan. Men buni bir chiroylilik uchun qo'yilganmikin desam, so'rasam, aynan bu mana shu tom qismini yopishlik jarayonida qo'yilgan ekan. Va tomlari ham juda ham bir qalin, taxminan 1,5 metrcha keladi, katta-katta toshlardan qurilgan. Shunaqa gaplar, ya'ni keyin bular davrida toshlarni qanday bir yopishtirgan desam, ya'ni bularda bir sement o'rniga boshqa bir narsa ishlatilgan ekan. Aytishlari bo'yicha yog', ko'mir, keyin ohak deymizmi, shunaqa narsalardan ishlatilgan holatda toshlar bir-biriga yopishtirilgan ekan. Ya'ni bu yerda bilmadim, ba'zilari bu yaqin tarixda qilingan bo'lishi mumkin, ba'zi bir ta'mirlash jarayonidami. Lekin aynan bu yerdagi bir suv chiqib ketmasligi uchun ham aynan shunaqangi bir turli bir qorishmalardan turib toshlarni bir-biriga yopishtirib chiqishgan ekan. Ya'ni suv chiqib ketmasligi uchun. 2006-yilda UNESCO tashkilotining shu butun jahon meroslar ro'yxatiga ushbu qal'a ham kiritilgan ekan. Ya'ni bu juda ham bir tarixiy va shu kunimizgacha bir saqlanib qolgan qal'alardan biri bo'lganligi uchun hozirda biz qal'ani bir qadimiy qismlariga qarab kelyapmiz. Ya'ni bu qal'a ekamizga biz asosan boshda olingan videolar hammasi qal'ani bir bosh qismi deydi. Endi bu yer esa orqaroq qismi va bu yerda ba'zi bir aholilar yashagan joylari va bu yerda ba'zi bir cherkovlar ham bo'lgan ekan. Chunki oldin aytganimizdek Vizantiyaliklar yoki salibiylar bo'lsin, ularning barchasi xristianlar bo'lgan.
Ya'ni islom kelishidan oldin. Islom kelgandan keyin ham bular ba'zilari o'zini dinida qolgan. Ya'ni bu atrofdagi ba'zi bir qishloqlarga kelganimdan keyin ba'zi bir cherkovlarni ko'rdim. Ya'ni 1000 yil oldin yashab o'tgan insonlar, ularda avlodlari bu yerda yashab qolib turib va hozirgi kungacha yashab kelishyapti. Ba'zilar aytganimizdek va aksari Shom yerlarida islom dinini qabul qilishgan bo'lsa, ularning ba'zilari o'zlarining dinlarida, ya'ni bir xristianlikda qolishgan va shu o'zlarining dinlari bilan bu mintaqalarda yashab kelishyapti. Shu sababli ham Suriyani xosatan sohil bo'yi mintaqalarida yoki Hama viloyatining ham turli mintaqalarida, ya'ni xristian qishloqlarini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda ko'plab bir cherkovlarni ham ko'rishimiz mumkin. Ayni vaqtda men qal'ani deyarli bir nihoyasiga kelib qoldim. Sizlarga bir atrofni ko'rsatishlikka harakat qilaman. تظهر عليك المساحة القلعة كم هي؟ ما شاء الله. ايوه هذا اخر القلعة مو هيك؟ هناك آخر قلعة. ايوه هناك الكنيسة البيزنطية في النصف، في تمام. المنتصف. بعدها يوجد كنيسة أخرى، وهنا أبراج دفاعية. هنا كان لسكان المدنيين. تمام. ذلك البرج نزل في الزلزال تمام. الذي حدث هنا. هذا البرج اسمه قصر البنات، ولكن هو في الحقيقة برج إسلامي دفاعي. ايوه. وسمي قصر البنات نتيجة القاعدة الجميلة الموجودة في الداخل. ايوه. تسمية عمرها حوالي 60 سنة، وكان هنا كافيتيريا. كافيتيريا. ايوه. نعم. وهذا السور الدفاعي البيزنطي هنا. ايوه تمام. Xo'sh, men sizlarga ya'ni buni arabchalarga kelgan gaplarni ba'zi bir tarjimalarni qisqaroq aytib o'tishga harakat qilaman. Bu yer qal'ani oxirgi bir himoya nuqtasi bo'lgan ekan. Bu yerda esa aholilar yashagan. Bu qal'ani bir davom etsak ham bo'ladi, lekin shu vaqtning o'zida bu yerda himoya nuqtalari bo'lmagan. Asosan bu yerda aholilar yashagan va u yerda bir nechta cherkovlar ham bo'lgan ekan. Adashmasam ikkitami cherkov bor dedi. Xullas, endi bu zilzila bo'lib o'tgan vaqtda, bu 1400-nechinchi yil, ya'ni milodiy yilda zilzila bo'lganining ortidan shu yerdagi bir ko'plab bir qadimiy qal'alar yoki qadimiy uylar deymizmi, cherkovlar buzilib ketgan. Lekin asosiy bu qal'ani bir himoya nuqtalari mana shu yerda tugagan ekan. Ko'rsanglar bo'ladi, ya'ni bu vizantiyaliklarning qal'asini himoya nuqtasi. Bu yerda ham ba'zi bir qal'a bor. Endi oradan uzoq vaqt o'tgandan keyin yog'ingarchilik, turli sabablarga ko'ra, voy subhanalloh, turli sabablarga ko'ra qisman buzilib ketgan. Lekin hozirgi kungacha qolgan joylarini endi videoda ko'rdik. Bu yerda kamerada balki ko'rmayotgandir. Ana bu yerda juda ham bir katta ko'l bor ekan. Juda ham katta, xullas. Bu yer endi tog'li mintaqa. Xullas atrof prosta juda ham go'zal. Ya'ni bu yerga aytganimdek, ko'plab vaqtlardan beri odamlar unchalik bir sayyohlar kelmaganligi uchun, ya'ni Suriya davlati taxminan 13 yil urush davom etar ekan, qisman yopiq davlat bo'lgan. Ya'ni aeroportlari, xalqaro aeroportlar deyarli ishlamagan, ko'plab davlatlardan havo qatnovlari amalga oshirilmagan. Shu sababli ham odamlar bu yerga kelmagan. Va illo bir jurnalistlar yoki kamdan kam bir sayyohlar, ya'ni ekstremal sayyohlikni yaxshi ko'radiganlar Livan orqali kelib turib, Suriyaning ba'zi bir hududlariga borib, qisman tasvirlar olgan bo'lishi mumkin, lekin umumiy shaklda bu dunyo uchun qisman yopiq bir davlat holatida bo'lgan. Va hozirgi kunda alhamdulillah ushbu urushlar tugagandan keyin bu davlatga boshqa davlatlarni yoki boshqa davlatda yashayotgan aholilarning qiziqishi ortib, bu yerga qisman yana qayta sayyohlarda yoki Suriyada bo'lib o'tgan janglarda bir atmosferasini ko'rishni xohlaganlar uchun ham bir ochiq bir davlat bo'ldi. Xohlagan odam kelib turib bu yerda aytganimizdek yo tarix bilan yo shu yaqin kelajagimizda bo'lib o'tgan urushlarda bir qoldirgan asoratlari bilan ham tanishib chiqsa bo'ladi. Aytganimizdek, qal'ani so'nggi bir himoya nuqtasidamiz. Bu qal'ani orqa tomoni. Bu yer esa bir jarlik mintaqa. Biz aynan o'sha yuqori qishloqdan tushib keldik. Ya'ni yo'llarda ko'radigan bo'lsangiz, juda ham bir pastga tushib turib, jardan keyin yana qaytadan yuqoriga chiqib kelingan ekan. Shu bilan ushbu qal'aga qilgan sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Endi bilasizlar, bunday bir tarixiy joylar va sayyohlar keladigan joylarda ba'zida bir tasvirga olishga ruxsat bermaydi, lekin bu yerdagi bir mas'ullar bilan gaplashgan holatda bu yerda bir qisman video olishlikka muvaffaq bo'ldik. Albatta, Suriyaga qachonlardir o'qishlik uchun, sayohat uchun yoki bir boshqa maqsadlarda tashrif buyuradigan bo'lsangiz, albatta ushbu Laziqiya viloyatidagi Haffa mintaqasida joylashgan Salohiddin Ayubiy nomidagi qal'ani bir tashrif buyurib aylanib ketishlaringni bir tavsiya qilgan bo'lardim, chunki bu yerga kelgandan keyin ming yillab bo'lib o'tgan bir voqea hodisalarni yoki aynan o'sha Salohiddin Ayubiy davrida bo'lib o'tgan janglarni qisman bir his qilishlaring uchun bir imkoniyatda, ya'ni bu yerdagi bir qal'alar, u yerda qanday bir askariy strategiyada qurilgan, qanday o'sha davrlarda insonlar jang qilgan yoki qal'alarni himoya qilgan, bu haqida bir qisman bir ma'lumot olsa bo'ladi. Alhamdulillah biz qal'adan chiqib hozir Laziqiya shahriga keldik. Bu yerda bir masjidlardan birida asr namozini o'qib oldik. Bu yerda sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsa,
Ushbu masjidda ayollar uchun ham namozxona bor. Ya'ni deyarli Suriyadagi barcha masjidlarda ham ayollar uchun, ham erkaklar uchun bir namoz o'qiydigan joy bor. Xosatan bu bozorga yaqinroq joylarda yoki ko'chalarda bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'tib ketadigan odamlar namoz vaqti bo'lganda kirib, bemalol uni tahoratxonasi ham alohida va namoz o'qiydigan joyi ham alohida, bemalol ayollar ham namoz vaqti kirganda namozlarini o'qib ketaveradi. Ya'ni bu yer dengiz bo'yidagi va Laziqiya portining oldidagi bir masjidlardan biri ekan. Va bu yer ham bir qanday taktikimizmi, qandaydir bir dam oladigan joyga ham o'xshaydi. Juda ham daraxtlar ko'p ekan. Shu yerda bir masjid ham bor. Ya'ni Idlib shahrida ham shu markaziy bir bog' bor edi. Bir park deymizmi, o'sha yerda ham bir masjid qurib qo'yishgan. Ya'ni parkka bir oilaviy dam olgani borgan odamlar ham bemalol masjidga kirib namoz vaqti bo'lib qolgan bo'lsa, namozni ado qilaveradi. Juda ham bir chiroyli bir tartib. Va endi bu shaharni ko'rsanglar bo'ladi. Bu endi Laziqiya shahrining sohil bo'yi mintaqalari. Havo isigandan keyin shahar atrofida bir, ya'ni dengizda yolg'iz bir o'tirib hordiq chiqaradigan joy qolmagan, chunki hamma joyda shahar aholisi deymizmi yoki boshqa bir joylardan kelgan insonlar, ya'ni butun o'sha sohil bo'yi mintaqalarini olib qo'ygan. Endi ya'ni kelib turib dam olishyapti demoqchiman-da. Lekin alohida ba'zi bir kafelar yoki restoranlar bor. U yerda bir bemalol kirib bir smena o'tirsa ham joylar bo'lsa kerak. Ya'ni sal odam kamroq deyman-da, lekin bu yerda endi obshi jamoat joyi bo'lganligi uchun общественный место deyiladi. Xullas shunaqa bo'lganligi uchun aholi juda ham ko'p. Deyarli sohil bo'yini bir bo'sh joyini topishlik juda ham qiyin. Endi bu yerda ba'zi bir ta'mirlash yoki bu yerda ko'plab bir yangi oshxonalar deymizmi yoki restoranlar shunaqangi qurilishlar ketayotgan ekan. Endi havola isiyapti-yu. Shunga tayyorgarlik ketyapti. Alloh alam kelasi 1-2 oy ichida Laziqiya shahri yana ham bir go'zallashsa kerak. Allohu alam. Endi bir yo'limiz tushganda shu yerga sizlarga bir dengizni ham ko'rsatib ketay degandim.